Baxtga loyiq har odam baxtli bo'lsin dunyoda. Ko'nglini ezmasin g'am, tinchlik bo'lsin dunyoda. Assalomu alaykum. Efirda Qahramon dasturining navbatdagi soni. Bugungi qahramonimiz kuchli ishonch va umidga ega inson. Qosimov Jumabek Mirxanovich 1966-yilning 15-mart kuni Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida tavallud topgan. Oilada 11 farzandning 3-chisi bo'lgan qahramonimiz 1984-yildan 1986-yilgacha Afg'onistonning Qunduz shahrida xizmat qilgan. Assalomu alaykum. Sizni ko'rsatuvimizni navbatdagi sonida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xush kelibsiz. Keling Jumabekka bolalikka qaytamiz. Ozgina o'sha paytlarni eslaymiz. Bolaligingizda qanday inson bo'lgansiz va nimalarni orzu qilgansiz? 5-sinfdan keyin men sportga bir qiziqqanman-da. Erkin kurash bo'yicha. O'shani sport bilan shug'ullanib, bolalik paytimda sportga qiziqar edim. O'sha erkin kurash sportga qatnashganman. Faqat men o'sha o'ylab yuradim, yaxshi o'qib, yaxshi katta institutlarda o'qib, rahbar bo'lishni xohlagandim. 1984-yili endi bu yerda bizni harbiyga chaqirganimizda Yuqori Chirchiqdan bir 15 ta bolani taklif qildi. 15 ta bolani sportsmen bolalarda birinchi boshlagan shu harbiyga tushgan qismimiz Termiz bo'ldi. Termizda tayyorladi bizni. Afg'onistonga o'tkazdi bizni. Ana o'sha yerdan keyin hayotimiz boshlandi. Siz tasavvur qilgan harbiy xizmat bilan siz o'tagan xizmat orasidagi farqlar bo'lganmi? Shu Afg'onistonga tushgandan keyin men tasavvur qildim men buni farqini. Orada farqi katta ekan. Endi bizda shu terimizni o'rgatganda, tayyorlaganda poligonlarda ko'p bo'lganmiz. Poligonlarda endi o davrda xalosli patronlar bunaqa tayyorlar edi. Afg'onistonga tushganimizda bu yerda haqiqiy jang, haqiqiy urush bo'lgandan keyin, birinchi marta ko'rgandan keyin haqiqatdan urush ekanini deb keyin tasavvur qilganman-da men. Shu davrgacha men poligon deb o'ylardim. Halok bo'lgan do'stlarni ko'rib, ana o'shandan boshlandi ekan hayotim meni. Qunduz shahriga tushganman Afg'oniston. 149-polk diviziya deyiladi. Artilleriya polki deydi. 82-millimetrovka degan quroli bor, shunga komandiri zo'rlik qildim. O'sha davrda menga shu sportga qatnashganim yordam berdi. Maktabda yaxshi o'qigan, asosiy matematikani yaxshi bilganim uchun o'sha qurolga hisob kitob bilan bo'lar ekan. Artilleriya hisobida deydi. Hisob kitob bo'lgani uchun menga shu yordam berdi. Maktabda yaxshi o'qiganim, keyin sportga qatnashganim. Urushda ko'p qardosh xalqlar bo'ladi-da. O'sha sobiq ittifoq paytida o'zbeklardan boshqa tojiklar, qirg'izlar, qozoqlar barchasi afg'on urushida qatnashgan. O'sha paytdagi jamoadagi bir-biriga bo'lgan munosabat qanday bo'lgan? Biz o'sha Afg'onistonga tushganimizda hamma millat bor edi. Lekin bir-birimizning munosabatimiz bu yerda hayot boshqa bo'lgandan keyin munosabatimiz juda yaxshi bo'lgan. Bu yerda endi u yerda iloj yo'q, agar aloqadan nima qilishni o'zi uni tasavvur qilamiz. Yelkadosh bo'lish, bir-birini himoya qilish, tashlab ketmaslik, ana o'sha yerdan bilinar ekan insonga. Qaysi millat bo'lmasin, bari yelkadosh bo'lish kerak ekan. O'shaning uchun munosabatimiz yaxshi bo'lgan hamma millat bilan. Urushda bo'lganingizda, urush paytida ko'z oldingizda odamlar halok bo'ladi. Ularning vafotini ko'rasiz. O'sha paytda xohlaysizmi yo'qmi o'zingizni uni o'rnida tasavvur qilib ko'rasiz. Shunaqa paytlarda
ichki hissiyotlar qanaqa bo'lgan? Ko'z oldimda bo'lgan, halok bo'lgan komandirlar bo'ldi. Halok bo'lgan yaxshi jangchi do'stlarimiz ham bo'ldi. Xudodan tilar edik biz har doim o'limni eslab turar edik. O'lim baribir haq bu. Men uyga qaytamanmi yo'qmi deb o'sha halok bo'lgan bolalarni ko'rib Xudodan tilar edida. Necha afg'on to'prog'ida qolib ketdi endi. Halok bo'lgan bolalar. Endi uni bizlar esimizdan chiqarmaymiz. Yelkama-yelka turib o'sha komandirlar aytgan vazifani bajarganmiz bizlar. O'qqa tutganlar bo'ldi bizda. O'qqa tutganlar bo'ldi. Bizlar iloji boricha shu qabristonga qarab nima qilardik? Qabristonda atrofiga shu yerda tayyorlanib turardik. Lekin ular qabristonga qarab o'q uzmasdi. O'sha ta'tilda o'shalar esimdan chiqmaydi. Jon saqlashinglar qabriston. Jon saqlashi shu qabriston edi bizda. Qabristonga qarab ular o'q uzmaydi. Shu faqat ular yordam kuchi kelgandan keyin bizlar chiqaradi. Yordam kuchi kech qolgan yoki yordam kuchi umuman kelmagan paytlar ham bo'lganmi? Endi vaziyatda bo'ladi ular. Vaziyatda bo'lib qolishi mumkin. Vaqtida keladi, bir xilda kechikib keladi. O'sha vazifani bizlar yelkama-yelka turib o'shani buyruqni bajarganmiz. Vazifalar nimadan iborat bo'lgan? Vazifa bizlarga berardi. Masalan, kolonna degani endi shu kolonni o'tish kerak. Yo'qsa karavonni qo'riqlash kerak dedi. Shu kolonnani qo'riqlash shu tepalarda turardi bizlar. Aslida bizlarning minomyotimiz shu tepalikda shu orientirni berardi bizga. Shu orientirga tayyor turardik bizlar. Kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan turardilar. Kechasi yotganimizda do'stlarimiz bilan yotganimizda osmonga qarab, yulduzlarga qarab, "Ey o'rtoq, hali bizni jo'ralarimiz ham Soyuzda xizmat qilyapti, biz bu yoqqa adashib tushib qolibmiz-ku" deb ular hozir mazza qilib kazarmada uxlab yotdi. Bizlar mana qarab nima bo'lyapmiz deb bir-birimizga gapirib, ko'nglimizni ko'tarib, o'tib ketadi yil deb yelkama-yelka turib xizmatni bajardik bizlar. Xat yozishlar bo'lgan, uyingizdagilarni sizga bo'lgan mehrini his qilib turishingiz uchun baribir uyingizdagilarning hol ahvolini bilishingiz, ulardan xat olishingiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa paytlarda oila a'zolaringiz tomonidan sizga xatlar borganmi? Xat kelardi. Xat kelardi. Bizlarga xat kelsa, bizlar agar biz shu jangovar nimada ketgan bo'lsak, shu polkimizda, kazarmamizda yig'ib qo'yadigan soldatlar bo'lardi bizda. O'shalar tumbichkamizga qo'yib qo'yardi. Biz shu nimadan kelgandan keyin shu xatlarni o'qir edik. Xatlarni o'qib, shu kelgan kundan keyin javobini yozar edim uyga. Xursand bo'lar edim. O'qib hammasini o'qib keyin javob yozar edim. Ota-onamga aytar edim, "Ota, xavotirlanmang. Hammasi yaxshi, xizmatim yaxshi, a'lo darajada ketyapti, qiyinchiligi yo'q" deb yozib jo'natar edim. Bildirmasdan ketganman o'zim. Bilmagan keyin bir oxiri shu bilishganmi, endi yig'in-pig'inda eshitib qolganmi, keyin menga javob kelganda, "Sen Afg'onistonga tushgan ekansan." "Yo'q, men Afg'onistonda emas. Soyuzda Germaniyada xizmat qilyapman. Polyovoy pochtaga o'g'lim" dedim-da, shu javob qaytargan. Necha marotaba janglarda qatnashgansiz va yarador bo'lgansiz? Afg'onistonga tushgandan to uyga qaytargacha bitta operatsiyani qoldirmaganman. Endi komandirlarimiz bu komanda boshliqlari ham shu sekin-sekin endi bular qaytadi deb bizlarni qoldirib, keyingi bizdan keyin kelgan bolalarni jangovar nimaga olib chiqar edi. Oxirgi jangovarga chiqaman deb chiqib bizlardan shu batareya deydi, unda artilleriya, minometni batareya deb aytar edi. O'sha zasadaga tushganda jarohat oldim. Kolonnani qo'riqlaymiz deb.
ana o'shanda kolonani qo'riqlaganmiz. O'shanda jarohat olgan ekanman. Polikomri degan gospitalimiz bo'lar edi. O'sha yerda ko'zimga kelsam, shu gospitalda ekanman. O'sha bilan meni keyin komissiya qilib qaytaramiz dedi Toshkentga. Komandir zvodimiz ham jarohat olgan birga bo'lganmiz. Bizga buyruq chiqarib Toshkentga davolashga jo'natamiz dedi. Keyin men отказ berganman. Отказ berdim. Men Toshkentga borib davolanmayman. Afg'onistonda davolanib harbiy qismda harbiy formada qaytaman deb ariza yozganman-da. Armiyadan vaqtli kelib qolsa, bu bir sababini kelib qolgan deb qizini bermasa edi, shu davolanishga kelmaganman-da. Bu yerda davolanib ekan harbiy formada kelganman. Endi mana bizning oilada 11 kishimiz ota-onadan. Bu 3-ukam. Mana 2 yil Afg'onistonga ketdi. 2 yil onam har doim pata qilib, kutib, yo'lini unda qilib o'tirar edi. Shu yoqlarda qan kechib gospitalga keldi Toshkentga. Bu yerga bordi. Onamning duosi bilan shu ukam omon qaytib keldi. Mana Afg'onistonda 2 yil xizmatini qilib. Yaxshi kunlarimiz har doim ko'p bo'lgan. Hammamiz yaxshi bo'lar edik. Har kuni dadam, oyim har doim duo qilib o'tirar edi. Aman-esan shu Afg'onistondan qaytib kelsin deb. Rosa ko'p bolalar olamdan o'tib ketdi. Eshitar edik. Onam, otam har doim duo qilib Xudodan tilab o'tirar edi. Mana aman qaytdi. Eng esingizda qolgan operatsiya qaysi bo'lgan? 85-yili bir oylik operatsiya boshlangan. O'sha paytda borganman. Kandagar degan joyga. Ana o'sha yerda ta'tilga qolganda endi. Ana o'sha yerda ko'p do'stlar yo'qolgan. Polklardan necha do'stlar yo'qoldi. O'zimizni polkdan ham ancha soldatlar jarohatlanib keldi-da. O'shalar esimdan chiqmaydi. O'zimiz mana yaxshi do'stlarimiz, armiyan bo'lsin, Dageston bo'lsin, millatga qat'iy nazar bir-birimizni o'zimiz xursand qilar edik. Ozgina qoldi, ozgina xizmatimiz ozgina qoldi deb hazillashib, Xudo xolasa xizmatdan keyin uchrashamiz deb o'zimizcha orzu qilib Komandani ushlab turish, guruhni shakllantirish, guruhga motivatsiya berish, ularni qo'llab-quvvatlash qiyin kechmaganmi? Qattiqqo'llik bu yerda eng birinchi rol o'ynaydi bizda. Qattiqqo'llik bu birinchi rol o'ynaydi. Qattiqqo'llik keyin o'sha qurolga javob berish uchun, o'sha vazifani bajarish uchun hamma o'zini hisob-kitob bo'ladi. O'sha hisob-kitobdan adashmasangiz, komandirlardan aytgan nimalarni bajarsa, bu qiyinchilik o'tmaydi. Eshitishimizcha 5 nafar farzandingiz bor ekan. Oilaga bo'lgan munosabatingiz va oilangiz haqida gapirib bera olasizmi? Bu kampirimdan g'ururlanaman. Umr yo'ldashimdan g'ururlanaman. 5 ta bolani voyaga endi birgalikda voyaga yetkazdik. Sabr, qanoat qilganiga men mingdan ming rahmat deyman. Endi achchig'im chiqadigan bu paytlarim bor. Baribir o'zim bosishga harakat qilaman. Alohida o'zim chiqib ketib, men keyin kelaman. Yaxshi bo'lgan turmush qurganimiz. 90-yili kelganman kelin bo'lib. Qaynona-qaynatam aytardi. Shu Xudodan so'raganman. Avg'onga ketganda kelguncha deydi, Xudodan so'raganman deb aytardi. Turmush qurdik, keyin 1 yildan keyin farzandli bo'ldik. Katta o'g'lim tug'ildi. Dadasi qattiq turadi bolalarga. Qattiq turgani uchun bolalarim o'z ishini topib, o'z o'qishini topib, yaxshi, yomon emas. 4 ta o'g'il, 1 qiz bo'lgandan keyin o'g'illarga qattiqroq qo'l bo'ldim-da. Qizga qaraganda 4 talasi bu erkak o'g'il bola bu. O qattiq turmushi bo'lmaydi. Qattiq turganda ham shu faqat yomon yo'lga kirib ketmaslik uchun o'shani kontrol qilaman, faqat shuni. Otangiz qanday inson? Otam
Juda mehribon, g'amxo'r, juda yaxshi inson deb o'ylayman. Menga nisbatan juda mehribon, qat'iyatli, bir so'zli, har doim men uchun bir so'zli inson bo'lganligi uchun men otamni juda ham yaxshi ko'raman. Azga jahldor desam bo'ladi. Jahldor sababi o'sha urushga borganliklari, jahllari chiqsa ham aydilar har doim. Nima desa xo'p deydilar. Gapini ustidan chiqa oladigan odamlar sal qattiq qo'lroq. O'sha xislati yaxshiroq deb o'ylayman. Nimaga nisbatan? Shuncha 4 ta farzandlar, o'g'il bola, hammasini birdek yaxshi olib borgani uchun mana hayotlari hammaligini bir tekisda. Adam juda mehribon inson va qattiqqo'lliklari ham yaxshi. Chunki shu yoshgacha kelib noto'g'ri yo'llarga kirmaslik uchun qattiqqo'l bo'lganlar. Bilganlari uchun o'sha qattiqqo'l bo'lganlar. Adam qat'iyatli, dangal so'z, hech qachon yolg'on gapirmaydi. Bizani ham shunaqa qilib tarbiyalab kelyaptilar. Otangizni qaysi xislatlarini qadrlaysiz? Odamni hamma fazilatlarini qadrlayman. Mana men shu yoshga kelibmanki, odam orqasidan shu yoshga keldim. Oilada tug'ilganimdan g'ururlanaman, faxrlanaman. Otam bor, men boshimni tikka ko'tarib yuraman. Ishonchliligi, qat'iyatligi va bir so'zliliklarini juda yaxshi ko'raman. Menga odamning birinchi yoqqan fazilatlari, jahli chiqsa ham jahli chiqqanligini bildirmaydilar. Qat'iyatligi ancha nima desa xo'p deydilar. To'g'ri so'zlagan. O'shaning uchun. Gapini ustidan chiqqani uchun. Gapi etdi bo'ldi emas. O'shani qo'lidan kelgancha yordam berishi, o'shaning uchun hurmat qilaman bularni. Hamma fazilatlarni qadrlayman. Chunki bizlar uchun masala anaqa kelajakda yaxshi inson bo'lsin degan maqsadda tergiydilar, o'sha urushadilar, koyiydilar. To'g'ri so'zlar, hamisha to'g'ri gapiradi. Bizga ham o'sha savollar beradilar. To'g'ri gapiringlar, aldamanglar deydilar. Keyin dangal so'zlar, dangal gapir. Hayotda o'rningni top deydilar. O'shanga harakat qilamiz. Adam shu fazilatlari bizga yoqadilar. Otangizdek inson bo'lishni xohlarmidingiz? Adam farzandi bo'lgani juda g'ururlanaman. Otamga o'xshashni xohlayman. Nimaga desangiz, chunki afg'on urush qatnashchisi, vatan himoyachisi, mehribon inson. Adamga o'xshash xohlayman. Ota bo'lish qanaqa qiyinchiliklarini, mashaqqatlarini o'zim boshdan kechirib o'tdim. Juda ham o'xshashni xohlayman. Farzandli bo'lganimdan keyin buni tushunib yetdim. Otamga o'xshab tarbiyalashni xohlayman. Har doim men o'zim xohlaganman otamga o'xshashni, chunki otam har doim qat'iyatli edi. Bolalarga har doim mehribon bo'lganlar. Oilani qattiq mushillar har doim. Otamdek bo'lsam menga juda yaxshi. Otamga havas qilaman. Odamdek bo'lishni ham juda xohlayman. Odamga o'xshash xohlaymiz. Chunki shu yoshga yetkazib, shu yoshga katta qilish o'zi bo'lmaydi. Qahramonning farzandi bo'lish qiyin emasmi yoki osonmi? To'ng'ich o'g'ilman. Endi 3 ta ukamga, singlimga ota mehrini bera olmasam ham, otamdek bo'la olmasam ham, lekin otamdek bo'lishga harakat qilaman. Sizni beg'ubor bolaligingizni, sizni sharoitlaringizni hammasini qilib beradigan inson bu ota-ona hisoblanadi. O'shaning uchun ham oson bo'lgan menga juda ham. Adam endi jahllari chiqqanda, jahli chiqqanini bildirmaydilar, lekin hamma tomonini to'g'ri tushuntirib, oson yo'llarni tushuntiradilar har doim bizga ko'proq yon bosadilar har doim. Endi hammaga har xil, menga oson. Adam bilan endi men uchun oson, chunki har doim yonida bo'laman. Har doim adam bilan yuraman. O'shanga yashash oson deb o'ylayman. Oxirgi marta qachon otangizga yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Kunini bilmayman, aytib turaman. Oxirgi marta bugun qizim maktabdan qaytayotganda kirib o'tdim. O'shanda aytib o'tib ketaman, yaxshi ko'raman. Men shu yoshga kelib hali otamga sizni yaxshi ko'raman deb aytmaganman, chunki ichimdan aytgim keladi, lekin aytolmayman. Ichki tuyg'ular balki aytolmasman o'shanga.
Lekin ichimdan har doim aytgim keladi. 3-4 kun bo'lib qoldi. Men ichimdagini yashira olmayman, shuning uchun tez-tez aytib beraman ota-onamga. Men endi har kuni aytaman-da. Chunki adam bilan ko'pincha men yuraman-da o'shanga. Bu hayot. Tasavvur qiling, otangiz yo'q. Sog'inch hissi ko'proq bo'ladi-da. Qiyin deb o'ylayman. Qiyin bo'lsa kerak, juda ham qiyin bo'ladi. Agar meni otam yo'q bo'lganlarida men hayotdan ancha qoqilardim-da, chunki menga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan inson bo'lmasdi. Otam bo'lmasa, o'sha meni yelkamdagi tog'im yo'q bo'lgandek bo'ladi. O'sha meni ko'kka ko'tarib turadigan ham otamda. O'shanda shu o'tgan damlarim sog'inaman. Adamlar o'tkazgan, yotgan. Birga yotamiz adam bilan haligacha. Oxirgi paytlarda otangizga nima demoqchisiz? Adajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Meni baxtimga hamisha sog' omon bo'ling. Har doim meni suyangan tog'im bo'lib yuring. Men otamga tilaklarim, eng yaxshi tilaklardan biri umrlari uzoq bo'lsin har doim. Bizlarni rohatimizni ko'rsinlar ota-onam. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin deyman. Nima niyat qilgan bo'lsa, shu oyimlar bilan baxtli yashashsinlar, xudo xolasa. Dada, oyi sizni har doim yaxshi ko'raman. Uzoq umr ko'ringlar, meni baxtimga sog' bo'linglar. Meni ham bolalarim katta qilib to'ylarni ko'ringlar. Shu. Sizlarga rahmat kattakon shu yoshgacha yetkazdinglar. Shuni aytib qolamiz. Adamga shu yoshlariga yosh qo'shilsin. Tilayman. Uzoq umr ko'rsinlar. Bizni rohatimizni ko'rib, nabira, evara, chevaralarning to'ylarini ko'rib, uzoq yashashlarini tilab qolaman. Shu yoshga kelib odamni xafa qilgan bo'lsam, odamdan uzr so'rayman. Otam yaxshi ko'raman. Onamni otam yaxshi ko'raman. Men nima desam shularni beradilar. Kafelarga oboradilar. Meni yaxshi ko'radilar. Qattiq yaxshi ko'raman. Sizni yaxshi ko'raman. Ko'p yaxshi ko'raman. Ko'p yashang. O'sha yo'qotgan do'stlarimni eslasam yig'layman. Eslasam qisilaman. O'zim sog'lig'imda yo'qotganimga qisilaman. Vatanga qaytib keldingiz. O'z oilangizni ko'rdingiz, ota-onangizni bag'riga otildingiz. O'sha paytda qanaqa hissiyotlar kechgan? Men shu armiyadan kelganda men ota-onamni ko'rgandan keyin his qilganman. Haqiqatda uyga kelibman deb. Ota-onam bag'riga ota-onamni quchoqlaganimda endi o'zimga ishondim, armiyadan keldim deb. Bu hayotda nimalarni topdingiz-u, nimalarni yo'qotdingiz? Endi baxtimga mana umr yo'ldoshim omon bo'lsin, 5 ta farzand berdi, bular baxt men uchun. Endi faqat sog'lig'imni yo'qotdim-da. Sog'lig'im yaxshi bo'lsa davom etar edim ishlashda. Agar hayotingizni kitob yoki film qilib chiqarishning imkoni bo'lganda, sizga imkoniyat berilganda, uni nomini qanday atar edingiz? Bu kitobda mana o'sha o'tib ketgan quroldoshlarim nomiga chiqarar edim. Hozirgi davrda davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar, e'tiborlar qay darajada? Shu yo'l transporti imtiyozi bor, keyin uy solig'ida imtiyoz bor. Keyin endi mana o'sha birinchi, ikkinchi guruh nogironlarga har 6 oyda bir marta putyovka beriladi. Samolyotga, poyezdga o'sha talon bo'ladi, talon. O'sha talonda olamayapman endi. O'sha talonda bor deyishyapti. O'shani olishim kerak.
o'shanga yordam berish kerak. Qahramonimiz bilan suhbat qurib bo'lganimizdan so'ng yana bir Afg'onistonda xizmat qilgan inson Jumabek akaning jiyanlari tashrif buyurdilar. Ular ham biroz o'sha davrdagi voqealarni eslab so'zlab berdilar. Ashxobod Gorni Chernichentrilatan degan joyda bo'lganmiz. U yerdan Primož Shindand, Afg'oniston. Kelishada xizmat qilib keldik. Hirot degan shaharda. 101 полк, мотострелковый, 3-chi artilleriya batareyada svязист bo'lib xizmat qilganmiz. Aytmoqchi bo'lganim, urush bo'lmasin. Dasturimiz so'ngida teletomoshabinlarga tilaklaringiz. Men nima deyman? Hozir mana bu O'zbekistonimiz tinch. Nima tilayman? Zamonimiz tinch bo'lsin. Bugungi suhbat uchun rahmat. Meni eslab kelibsizlar, sizlarga kattakon rahmat. Bu qahramon loyihasi edi. O'zingizni va oilangizni asrang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr.